Bir narsani aytacak edim, aytgancha YouTube'da kanal yürütüp başladım. Prямой translyatsiya çekedim, qarasam şərti var ekan. İndi mən bloger emasman, tushunmasam bunday narsalar. Kamida 50 podpischikim bo'lishi kerak ekan prямой translyatsiya ketkazish uchun. Endi men asta-sekin o'zim aldab ovqatdan deyib asta-sekin trenirovkani boshlashim kerak. Akşamki işte kechroq jonli trenirovka etdim, o'z oyoq qo'llarim og'rib turibdi. Lekin hozir yana aytaman deb turibman, erta turilsam bir setlik nega chiqaman, hozircha yuriyman, yugurolmayman chunki hali vesim og'ir. Bir oy hali tanamni o'sha narsalarga o'rgatish bilan shug'ullanaman. Birdan to'liq har kun diyeta, har kun to'xtamay trenirovka etishning iloji yo'q. Ko'pchilik yaxshi biladi buni. Asta-sekin tanaga singdirib qolish kerak bo'ladi trenirovka bilan diyetani. Aytchagim kimdir ko'rib turgan bo'lsa, iltimos podpiska tashlab beringlar, podpiska etib beringlar. 50 podpiska bo'lsa, prямой translyatsiya yuritchakman trenirovkalarimni, nalarimni ish qilib, ovqat yeyish, iloji boricha yengil ovqatlar. Shularni iltimos aytchak edim. Hozir meni kim ko'rib turgan bo'lsa, qarindoshlar ish qilib ozgina auditoriyamni kengaytirishga yordam bersangiz deb edim. Xullas, bugun 26 oktyabr 2025-yil. Eramizdan keyin 2025-yil. Xullas, 1 yillik maqsad qo'ydim. Avvalam xudo 365 kun. Endiki yil oktyabr oyida qani qo'limdan keladi, nechik darajada o'zgaraman. Ariqlab bilamanmi, o'zimga yuz tuzilishim, ovqatlanishim, hayot tarzimni o'zgartirib bilamanmi, yo'qmi? Rab parasa 1 yildan keyin ko'ramiz. Shungacha kun sanayman. Hozircha birinchi maqsadim, bir oy oldimdagi bir oy maqsadim o'sha kundalik hayotimga kamroq ovqat yeyish, to'g'ri ovqatlanish, ko'proq harakat etish, shularni kiritish, hayotimga kiritish. Birdan bajarish qiyin ekan. Keyinchalik asta-sekinlik bilan har gün davom etadigan bo'ladi. Diyeta bilan trenirovka hozircha через demi или boshqa qilib. Bugun azonda yurmadim. Lekin azon bugun kuni bilan to'g'ri ovqatlanish bilan shug'ullandim bugun yomon og'ir vajlaymadim. Endi hozirgi ishda ozgina mashq etib berjekman, yarim soatlik. Xullas,